Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi Hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Surgundi Hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Birlashgan Davlatlar Tashkilotini Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida dokument e'lon qilib, Sharq Turkistonning besilgan davlat ekanligini e'tirof qilishga chaqirgandan keyin Xitoy tajovuzchilari darhol buningga qarata harakatga o'tgan. Tajovuzchi Xitoyning sirtqi dunyoga ochilgan zuwani CGTN to'ri bugun, ya'ni 28-iyul payshanba kuni Şinjan aholilari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarini Şinjanga obyektiv nazar bilan qarashga chaqiriq qildi degan temada bir xabar e'lon qilgan bo'lib, xabarda Jungoning g'arbiy shimolidagi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoniga o'xshamagan millat va kasbdagi kishilar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq komissariga elektronlik xat yozish orqali o'zlarining tajribalarini tunishtirib, Şinjanning inson haqlari masalasiga obyektiv va odil ko'z qarashda bo'lishga chaqirdi. Şinjan aholilarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Mashal Bachilovga yozgan nurg'ulg'an xatlarida terrorlik voqealarida nimalarni boshdan kechirganligini, ma'rif va tarbiyalash markazlaridan nimalarni o'rganganligini, shundaqla rayonning diniy erkinlik va milliy madaniyatni qo'g'dash jihatdagi tirishchanligini aytdi deyildi. Xitoy belgilik insonlarni Mashal Bachilovga elektronlik xat yozish orqali Urumchi qirg'inchiligini burmilab anglitishga, jazo lagerlaridan qo'yib etilganlarni jazo lagerlarida insonlarning haq huquqiga kafolatlik qilganligini tajovuz qilish, mingni yo'yish qatorliq Xitoyning vahshiy qilmishlarining BBC tarafidan to'qib chiqarilganligini aytishga qistagan. Tajovuzchi Xitoy Kompartiyasining sodiq yaloqchisi, islom dushmani atalmish Şinjan islom jamiyatining Islom institutining raisi Abduraqib Tumuniyaz elektronlik xatda atalmish Şinjanda diniy e'tiqod erkinligi siyosatining to'liq yo'lga qo'yilganligini, normal diniy faoliyatlarning qo'g'dilganligini va e'tiqodchilarning muvofiq diniy talbining qondirilganligini yozsa, atalmish Şinjan universitetining prezident yordamchisi Zulhayat Ismoil asonliq millatlarning esil an'anaviy madaniyatlarining yaxshi qo'g'dilganligini yozgan. Tajovuzchi Xitoyning saxtakorligi dunyoni aldatammaydi. Zulm chekkan Uyg'ur va boshqa turk xalqining ahuzori, mustaqillik irodasi, egilmas so'nmas ruhi, shehidlarimizning to'lagan badallari tajovuzchi Xitoyni Sharq Turkistondan chekindirdi. Sharq Turkiston mustaqilligiga, Sharq Turkiston xalqi hurligiga erishidi. Xitoy hukumatiga bog'liq bir shirkat Amerikaning Shimoliy Dakotadagi muhim harbiy uchquchsiz aeroplan bazasidan bir necha ingliz mili yiroqlikdagi joydan g'oyat zo'r ko'lamlik yer setib olgan. Washington mufattishi to'rining 25-iyuldagi xabarda aytilishicha, Beijing bilan bo'lgan aloqasi quyuq bo'lgan Fufeng cho'ng tipdagi dehqonchilik shirkati guruhi Grand Forks havo armiya bazasidan azroq yiroqlikdagi Cho'ng Forks dehqonchilik maydoni bog'ichidagi yangi yo'l ko'mir zavodining o'rni uchun 370 ming yerni setib olgan. Grand Forks bazasi Amerikaning dunyoning har qaysi joylarida ishlatiladigan axborot, kuzatish va razvedka iqtidoriga ega yiroqdan boshqariladigan aeroplan bazasi. LQ-4 yer shari burkuti uchquchsiz aeroplan bazasidagi muhim aeroplanlarning biri. O'tgan yili 64 million dollarlik yer shari burkuti uchquchsiz aeroplani bazadan 7 ingliz mili yiroqlikdagi joyda tushib ketgan. Xitoy uchquchsiz aeroplanni ishlab chiqaruvchi bu yilni lobbichilikni tiziltishga sarf qildi. Yer shari LQ-4 burkut uchquchsiz aeroplani 2001-yildan boshlab vazifalarda ishlatilgan. Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlikni tekshirish komiteti mayda Fufengning Xitoy hukumati bilan munosabati borligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Fufengning savdo arxivida Fufeng guruhining raisi Li Shuqin Shandong o'lkasi 12-navbatli xalq qurultiyining a'zosi. Hokimiyat yurgizayotgan Xitoy Kompartiyasining boshqarish qurilmasiga tava. Xitoy shirkati yana bu yil Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga qarata atalmish Şinjanga joylashgan Şinjan Fufeng biotexnikasini kontrol qilganligini va Şinjan Fufengning Amerikaga mahsulot sotishni davomlashtirishni xohlaydiganligini aytdi deyildi. Yer setib olishga bo'lgan andisha Amerika millat vakillaridan Marco Rubio, Kevin Kramer va John Hovinning Xazina ishlari ministri Jan Tillen va davlat mudofaa ministri Lloyd Austinga Amerika chet el mablag'i Xitoy yemaklik ishlab chiqaruvchi Fufeng guruhining yer setib olishni ko'zdan kechirish to'g'risida yozgan xatidan keyin o'tirg'i chiqdi. Ular Fufeng guruhining Xitoy Kommunistik partiyasi bilan bo'lgan munosabati borligini ko'zda tutib, Fufeng harakatining Xitoy Xalq Jumhuriyatining nazorati ostida bo'lishi va shu asliyaning vazifalariga aralashishining mumkinligidan andish qilganligini aytdi. Marco Rubio va Kengash palata a'zosi Ted Cruz 2021-yil 4-oyda Xitoy, Rossiya, Iran va Shimoliy Koreyaning Amerika harbiy qismining 100 ingliz mili nerisidagi Amerika zaminini setib olish tirishchiligini cheklash uchun
hərbiy əsliyə və mənzillərini qoğdaş qanununu o'ttirg'a qo'ygan. O'zimizga ega chiqmasak va ko'ngil bo'lmasak, hech kim bizga parvo qilmaydi. Biz kollektiv bir millat bo'lish sifatimiz bilan hammamiz o'z iqtidorimizni joriy qildirib, vatanimizni ishg'oliyatchidan qutuldirish uchun va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun izchil harakat qilishimiz kerak. Bizdan o'lgida qo'rqayotgan dushmandan biz aslo qo'rqmasligimiz kerak. Biz cho'qim jasur bo'lishimiz kerak va paytni ching tutib, ishg'olchi Xitoyga qarshi izchil kurash qilishimiz kerak. Biz dunyoga shuni qayta ta'kidlashimiz kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish bizning bir millat sifatida mavjud bo'lib turishimizning birdan-bir yo'li. Allohning yordami bilan ajdodlarimizdek biz bu tarixiy dushmanni yengib, vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, milliy izzat hurmatimizni, milliy vijdonimizni va milliy mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Biz buningga qat'iy ishonishimiz kerak va umidsizlanmay, harmay talmay imkon qadar kurash qilishimiz kerak. Biz cho'qim qutulamiz. Sharq Turkiston qaytadan mustaqil bo'ladi. Yaşasın mustaqil Sharq Turkiston. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandining yozmasidan elindi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Kelər qitimki proqramımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.